Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi obyektimiz bu yerda zinapoylarni qilibdi. Qisqacha ma'lumot berib o'taman zinapoylar haqida. Manzilimiz Namangan G'unchada. Oldi mana qilgan ishimiz bor. Bu zinapoyamiz monolitlar bilan 14 ga 30 li zinapoy bo'lgan, chiroyli aylanpa holatida. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Balkonlari ham bo'lgan. Keyingi ishimiz ana odam bo'libdi, tomga chiqishga. O'zini qo'yamiz haqida ham o'zi ma'lumot berib o'taman. Bu o'zini qo'yamiz ham 15 ga 30 li 24 pog'ona tushgan. Apalga qismi tayyor bo'ldi. Hozir armatur tashlash jarayonini boshlaymiz. Tepada 4 ga 16 metrli joy bor. Bu ham mana o'rtadagi durchkalarni olib tashlab, как mansarda qilib beramiz. Pol tashlab, pol ustiga monolit ham qo'yib beramiz. Qolgan ishlarimizni ham obzor qilib turaman. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Как bu ham xona bo'lib ketdi, chevar xona bo'ladigan bo'lib turibdi. Maslahat berganmiz uy egasiga. Apalka qismini ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Karkaslarni tashlaymiz, keyingi ishlarimizni ham video qilib turaman. Xizmatlar bo'yicha nomerni qoldiraman, aloqa chiqaraverasizlar.